Assalomu alaykum, hurmatli gul shaydonlari. Biz bugun geron gullarimizda persatka qilmoqchimiz. Shunaqa kalishchalarga ekilgan plyonka tuvakchalarga bularni tuvaklarga o'tkazib chiqmoqchiman. Bu parnikdan chiqarilgan geronlar. Parnikdan chiqarilganda geronlar tabiiy holat o'zgarish bo'ladi. Barglarida sarg'ayish bo'ladi, g'uncha tashlash bo'ladi. Hozir bu gulni egishdan oldin biz hammasini bir tekisda g'unchasidan ayirib tozalab chiqishimiz kerak. G'unchasi bilan ekib bo'lmaydi. Kuchini olib qo'yadi. Hozir bor kuchini bular ildiz yo'yishga qaratish kerak. O'shaning uchun hammasini tozalab, mana shu razmerdagi tuvaklarga o'tkazib chiqamiz. Parnikdan chiqarilganda gullar albatta o'zgarish bo'ladi. Hozir shu nimaga egishni boshlaymiz. Tuproq taxlab oldim. Tuprog'im oddiy огород tuprog'i va gung chirindisidan aralashtirdim. Ikkalasini aralashtirib va arpa ezigidan oz miqdorda qo'shdim. Sababi tuproq zinchlashib qolmasligi uchun, havo aynalib turishi yaxshi bo'lishi uchun bu bora-bora oylar o'tgan sayin suv quyilganda chirib o'ziga o'g'it bo'ladi. Chirindi bu chirib ketadi. Bu arpa nimasi ezigi. Buni juda ham yaxshi gulga foydasi bor. Havo almashuvini ta'minlaydi va men gullarga vitamin qo'shdim. Har doim aytib o'taman videolarimda gullarni persatka qilishdan oldin kerakli bo'lgan vitaminlardan qo'shaman. Bular Xitoy davlatidan keltirilgan. Gul persatka bo'lganda tez o'zini tutib olishi uchun va tezda ildizi o'sishi uchun yordam beruvchi vitaminlardan qo'shib oldim. Hozir mana ochib oldik. Shunaqa ko'rinishda, rangi shunaqa bo'ladi. Bu gul uchun juda ham foydali bo'ladi. O'sha 3 ta paketi o'zi yetadi bunga. Ikkitasi shunaqa vitamini. Bunisi karnavin vazifasini ham bajaradi. Ildiz yo'yishiga bu. Bir pochkani qo'shib oldim va aralashtirib taxlab oldik. Xudo xolasa endi egishni boshlaymiz. Garshoklarimizga tagini teshib oldik. Mana ikkitadan endi bunga drenaj sifatida men pinoplastdan foydalanaman. Yengil, tuvak og'ir bo'lib ketmaydi. Albatta drenaj solish kerak va gulni tuprog'i bilan ekamiz. Agar ochiq ildiz qilib eksak, gul juda ham katta stress oladi. Teng bo'lib kunlar isib ketgan, o'zini tutib olishga qiynalib qoladi. O'shaning uchun tuprog'ini, ildizini ochmagan holda, ya'ni tuprog'ini qog'ib tashlamagan holda ko'chirib olamiz hammasini. Bu yerda hozir 50 ta geron tubi bor. Hammasini 50 tasini ham shunaqa ekib olishimiz kerak. Hozir bir qo'lda ekkanim uchun noqulay bo'lyapti, to'g'ri tushunasizlar. Shunaqa qilib hammasini ekib chiqamiz. Mana ekib oldik. Dalshi hammasini shunaqa davom ettiramiz. Ildizini ochish shart emas. Mana ekib bo'ldik. Endi hammasini ekilgan holati o'sha kun kech ham bo'lib qoldi. Kech bo'lishiga qaramasdan sizlarga boricha ko'rsatishga harakat qildim. Mana hammasini o'tkazib chiqdim. Endi shalankada to'g'ridan-to'g'ri sug'orib chiqyapman. Gulni ustidan ham sug'orib yuboryapman, chunki hali gulimni sug'urmagan edim. Ancha chanqab qolgan, barglari shu so'lg'in bo'lib qoldi. Persatka qilib birdan sug'oraman deb sug'organim yo'q edim. Hamma joyini shunaqa qilib sug'orib, endi buni saqlash joyi soya salqin, umuman quyosh tushmaydigan joyda saqlaymiz. Gradusi pastroq bo'lgan joyga. Xonaga qo'ysak, xona harorati dimg'ib ketadi, o'zlaringiz bilasizlar. Yoz oyi teng bo'lib hozir saraton oyi. O'shaning uchun buni men daraxt tagiga quyosh tushmaydigan soya salqin joyga joylashtirib chiqdim. Tuvaklari hammasini tashqariga. Har 2 kunda o'zini tutib olishi uchun suv qo'yib turamiz. Yozda ham persatka qilsa bo'ladi albatta, faqat ko'proq e'tibor kerak bo'ladi gulga. Har 2 kunda suv purkab turasiz, suv qo'yib turasiz, quyoshdan pana qilasiz. O'shanaqa holatda saqlasangiz bemalol o'zini tutib oladi. Xudo xolasa 2 kundan keyin bunga epinda bitta spray qilib chiqamiz barglariga. Tezroq stressdan chiqishiga yordam beradi va tezroq ildiz yo'yib oladi. Stress bo'lishi tabiiy holat.
Ko'rsatga bo'lgandan keyin hamma gullarda ham bunaqa holat uchrab turadi. Shunaqa qilib bor bo'yiga cho'miltirib chiqdim. Videomiz ozmuncha bo'lsa ham ma'qul tushgan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yishlaringizni iltimos qilardim. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr sog' omon bo'linglar. Yanagi ma'lumotlarda bo'lishib boraman. Xayr sog' omon.